Ochiq darsga hamma erkin mavzu bo'yicha tayyorlanib kelsin. She'rmi, qo'shiqmi, sahnaviy ko'rinishmi, umuman farqi yo'q. Kelishdikmi? Kelishdik. Laylak, oy, laylak. Suv kabi bo'ldi do'stim, suv kabi. Bir o'smini Qachon tugaydi? o'yin. O'yin oyda, o'yin. Jim bo'l. O'zi og'zingni hidiga chidab bo'lmayapti. Raisa. Siz og'zingizdan shirin hid keladi, raisa. Bo'ldi, yig'ishtir. Sastvorning xonani. Trendku bu ustoz. O'tir joyingga. Keyingisi. Ona va bola. Ona tetik. Qaddi ko'tarilgan. Ishlari ko'p. Hali shaharga qaytishi kerak. Bola 3-marta ham to'xtatib so'radi. Ana u yerdagi nima, oyi? Laylak dedim-ku. Qani yura qol tentakvoy. Oradan 30 yil o'tdi. Ona bola o'sha yo'lda qishloq tomon ketayotgandi. Onani biroz qaddi bukchaygan, ko'zlari yaxshi ko'rmasdi. Savat ustidagi oyog'i uzun narsa nima bolam? Laylak dedim-ku, nima karmisiz ona? Dedi-da shaxtam qadam bosib keta boshladi. Nachora. Bola yosh, tetik, ishlari ko'p. Hali shaharga qaytishi kerak. Uning og'ir bolalari bor. Qoyil. Mana bu og'izdan chiqayotgan ifordan xulosa chiqarish kerak. Yana kim qoldi? Kim chiqadi? Akavering telefoningizdan bitta telefon qilib oling. Qo'ykam o'zi batar ekan-kan. Akavering telefoningizdan bitta telefon qilib oling. Qo'ykam o'zi batar ekan-kan. Bo'ldi, yig'ishtir. Ichingda to'lganmisanlar? Kim qoldi yana chiqsin? Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir, xalq isyondir, xalq olovdir, xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdir kim to'xtatsin, quvvat yo'q kim xalq istagin yo'q etsin. Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi, xalq istadi, toj taxtlar yiqildi. Talaba she'r aytadi, 5 ta oladi. Biz hamma kulib aytib yurgan qo'shiqda aytsak, yoqmaydi. Bu shoiringiz repni qatdan bilardi? Yozgan asarlarim bu o'zbek adabiyoti, maza qilsam bo'lmasmidi yo soyada yotib. Hamma o'zi javobgar yakunda o'z hayoti, shunchaki yosh avloddan bo'lamanda xavotir. Abdulla Avloniy, Qodiriy, Shtrat, Cho'lpon, katta qo'y podasiga yetar kichkina cho'pon. Uzr lekin sal kesatgan bo'lsam yozib qo'pol, kallani ishlatma qo'lingga tinchgina cho'pol. Rahmat ustoz. Gap yo'q. So'r. Sizlar qachonki kitob o'qimasdan bachkana, kulgu va likkilashdan yiroq bo'lmas ekansizlar, ilmni hidini sezmaysizlar. Ammo har bir ilmsizni, chiriyotgan g'aflat hidini yoningizda olib yuraverasizlar. Agar yoningizda o'zingizga o'xshagani bo'lsa, botqoqqa botganingizni bilmay yashayverasizlar.